Xotin, shundoq o'zing kirib chiq, qaynatamni tug'ilgan kunida to'g'rida o'tirmayman. Qilib. Nima qilib kirsiz? Bitta qaynatangiz bo'lsa, ering qani deb so'raydi-ku mendan. O'zi bitta bo'ladi-yu qaynota. Xotin, Zuhra, o'zing kirib chiqsang bo'lardi. Bo'ldi dada, tazkir. Assalomu alaykum dadajon. Eringsiz kelib juda yaxshi qilibsan-da. Ana o'zsan ering kelmaganiga biroq xursand bo'ldim. Tug'ilgan kun ham tatamaydi-da. Dada. Nega kelsa bemalol o'tira olmayman. Ering bir o'sar. Yo'qmaydi-da ering qizim. Sovuq bor. G'alati Xitoy ko'z, kalta qosh, qonni chiqqan va qiyshuq qing'ir. Dada, unaqa demang, oxirgi o'zi yaxshi ko'rasiz-ku. Nima ko'zing unday qilyapsan? Mahalladan hijolat bo'lyapsanmi? Butun mahalla biladi. Bu befarosatni yoqtirmasligimmi? Seni baxtingni o'ylab shunga berdik-da. Dada, unaqa demang. Sizni o'ylab tug'ilgan kuningizga kuyovingiz Qizim, nima? Nariga kuyovda aytuvdim-da. bitta qiz bo'lsam, dada. Hijolat bo'lmang. Meni ham sinfdoshlarim qaynoting Farata bo'ylov deydi. Ko'zlari katta-katta, boyo'g'liga o'xshaydi deydi. Qarg'a qosh. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat.